Siz tasvirda ko'rgan yo'l transport hodisasi Jizzax shahrida sodir bo'lgan. Piyodalar yo'lagidan o'tayotgan ikki qizning birini katta tezlikda harakatlanib kelgan avtomashina urib yuborgan. Oqibati o'lim bilan yakunlangan bu hodisa ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalib, aybdor haydovchi javobgarlikka tortilmay ozodlikda yurgani aytilyapti. Bu holatga rasmiy izoh olish maqsadida Jizzax viloyati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi bilan bog'landik. Ijtimoiy tarmoqlarda Jizzax viloyatida mashinalar poyga o'ynashi oqibatida bir qiz yo'l transport hodisasida vafot etgan mazmundagi tarqalgan holat yuzasidan shuni ma'lum qilamizki, 2025-yilning 7-dekabr kuni soat 19:20 atrofida Jizzax shahar hududidan o'tgan 25 va 025A avtomobil yo'li, ya'ni Islom Karimov Shoh ko'chasining 5-kilometrida Jizzax shahar O'ratepalik mahallasida yashovchi 2000-yilda tug'ilgan haydovchi Cobalt rusumli avtomashinasini Orom bozor Ko'k bozor yo'nalishi bo'yicha boshqarib ketayotgan vaqtda piyodalar uchun mo'ljallangan qismdan kesib o'tayotgan Jizzax shahar O'ratepalik mahallasida istiqomat qilgan 2008-yilda tug'ilgan piyodani urib yuborish oqibatida yo'l transport hodisasi sodir etilgan. Ushbu hodisa oqibatida piyoda olgan tan jarohatlari bilan Respublika shoshilinch tez yordam ilmiy markazi Jizzax filialiga o'tkazilgan. Biroq ko'rsatilgan muolajalarga qaramasdan piyoda 2025-yilning 20-dekabr kuni vafot etgan. Mazkur holat yuzasidan surishtiruv ishlari olib borilganda shu vaqtda haydovchilar tomonidan poyga uyushtirilmaganligi, haydovchi ish joyidan yashash manziliga harakatlanib ketayotganligi ma'lum bo'lgan. Ayni damda Jizzax shahar ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 266-moddasi 2-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, haydovchi Jinoyat protsessual kodeksining 227-moddasi tartibida ushlangan.